Assalomu alaykum dadajon. Oho, bu makiyonimiz xo'rozni boshqalardan yaxshi ko'rib topdi shekilli-ga. Nimaga dadajon? Bu yurakchalik tuxumlar, romantikasi boshqacha-yu. Ha, yo'q, qiziqmisiz? Men shunaqa qilib pishirdim. Shahardan kelib olib adashmabmiz. Ha, yo'q. Biz 20 yildan beri qaynatib bersak yo'ribmiz. Dadajon, desert. Oho, bu ajdar meva degani shumi endi? Yo'q, oddiy tarvuz shunaqa qilib keldim. Ha, oddiy to'rg'izmi bu? Ayaz bizga kasa qilib bersa yo'rgan ekan. Ha, qizim, qayerdan topib olasiz shunaqa qo'shiqlarni? Telegramda tez yuklaydi bot bor dada, shundan topaman. Hech qanaqa obunasiz Instagram, TikTok, YouTube'dan xohlagan qo'shig'ingizni topib olasiz. Video ham tortsa bo'ladi-da. Video ham topsa bo'ladi dada. Oy momoning kulchasi. Qara dada. Ha. Ne qara? Ha? Bu kelinni ovozi ham shirali ekan, va Allahni qara, odamni uxlatib olay deyapti. Qada keliningiz aytadi, tez yuklaydi botdan alla qo'yib berga. O'zini tashqarida ish qilib yuribdi dada. U botdan qo'yilyaptimi? Ha. Ha. Kim? O'g'ling derazangiz qo'y. Ha? To'g'ri yozdingmi o'zi? Ha, mana to'g'ri yozdim. Tortmayapti-yu. Ama dada unaqa videolar tortmaydi bu. Bor ichkari ekan. Otang aql o'rgatasan. Ha, qayga? Ha, uyatib ketdim. Men aytdim senga biz uyga kirib olaylik.